Qiziqarli 20 ta fakt. Koinotda sukunat hukm suradi. Agarda siz do'stingiz bilan koinotga borib qoladigan bo'lsangiz, bir-biringiz o'zaro suhbat qura olmaysiz. Koinot vakuumida atmosfera bo'lmaganligi uchun koinotda hamisha jimjitlik hukm suradi. Aytish kerakki, atmosfera va havo bosimi bo'lgan dunyolarda ovoz to'lqini mavjud. Ya'niki sesingiz eshitiladi. Shuning uchun yerda va boshqa sayyoralarda shovqin ko'p. Nima uchun svetofor 3 xil rangdan iborat? Bu hech qanaqangi tasodif emas. Buni tag zaminida ikkita sabab yotibdi. Birinchi sababi fizika qonunlari. Ya'niki qizil rangli to'lqinlari sariqnikidan uzun, sariq rangli to'lqinlar esa yashilnikidan uzun. Ikkinchi sabab esa ancha oddiyroq. Ya'niki siz ham bilasiz, qizil rang xavf-xatar belgisi, sariq rang biron bir narsadan ogohlik, yashil rang esa biron bir narsaga mumkinlik belgisi hisoblanadi. O'rtacha hisobda inson umrini 2 yilini telefonda gaplashish bilan o'tirib beradi ekan. Telefonda ko'p gaplashadigan yaqinlaringizga yorib qo'yasiz videoni. Dunyoda birinchi telefon qachon paydo bo'lgan? Buni bilasizmi? Motorola Dynatog 8000X Motorola kompaniyasi tomonidan birinchi taqdim qilingan telefon hisoblanadi va bu telefonning og'irligi 793 gram. Ancha og'ir va bu telefonning batareyasi esa 30 daqiqa telefonda gaplashish va kun mobaynida 7 soat avtopilot rejimida qo'yib qo'yishni o'zi telefonni zaryadga ko'tarishni olib keladi. Ancha sodda telefon bo'lgan. Kenguru so'zining ma'nosini bilasizmi? Kenguru so'zi Yevropaliklar Avstraliyaga borganda birinchi marotaba bu sakrab yurgan hayvon nima deb savol bersalar, avstraliyaliklar javob beradi. Kenguru. Ya'niki bu kenguru so'zi Avstraliya tilida tushunmaymiz degan ma'noni aytadi ekan. Biz bugun aytib bergan kenguru aslında tushunmaymiz. Mashina 32 kilometr masofani bosib o'tish uchun qancha energiya sarflasa, inson yuragi organizm uchun bir kunda shuncha energiya sarflaydi ekan. Bu ancha ko'p do'stlar. Yurakni butun hayot mobaynida ishlab chiqargan energiyasi esa inson Oyga borish uchun yetadi ekan. Toshbaqaning ichki organizmlari hech qachon qarimaydi ekan. Ana shuning uchun toshbaqalar qarilikdan vafot etmaydi. O'lmas qashshilarni belgilab ketasiz. Quyidagi video velosiped evolyutsiyasi. Nima uchun samolyot oynalari yumaloq shaklda? Buning asosiy sababi yumaloq shakldagi oynani buzilishi va sinishi ehtimoli juda ham kam. Bu tashqi va ichki bosimlara ancha chidamli hisoblanadi. Shakl o'zgarishine qarshi dura olganligi uchun biz bugungi kunda ko'rib turgan samolyotlarni oynalari xuddi shunday yumaloq shaklda. Yoki ko'rganmisiz 4 burchak oynali samolyot oynasini? Einstein o'limidan so'ng uning miyasi o'g'irlangan. Sarkazm. Do'stingiz o'lsa, nerini o'g'irlagan bo'lar edi. deb yig'lash dafn marosimida shunday deb yig'lash uchun Buyuk Britaniyada odamlarni yollaydilar ekan. Rasmiy tutadilar ekan. Shuningdek xizmat bor ekan. Tasavvur qiling. Assalomu alaykum. Buyurni o'tib qoldilar. Shunga bir 7 odam yorsangiz, bir qichqirishib yig'lashsak, elatda bir mish-mish bo'lsin. Shuningdek qichqirishma o'tdi ekan deb. Hech kimga nasib etmasin. Tavba astag'firullah. Erkak miyasi ayolnikidan 8-13%gacha kattaroq hisoblanadi ekan. Odam anatomiyasi o'qigan, tushunadigan bo'lsangiz, shunda ayol miyasi kuchliroqmi yoki erkak miyasi kuchliroqmi? Hey, erkaklar bugungi kunda g'iybatchi bo'lib qoladir. Ayollardan qolishmaydilar. Deb yurganlar uchun bir fakt aytib o'tchakman. Erkaklar kuniga 12500 so'z ishlatadi ekan. Ayollar buncha bilasizmi? Esa bilib qo'ying. 22000 so'z ishlatadi ekan ayollarimiz. Ha, biz g'iybatchimiz.
faqatgina 12500 so'zlar. Fransiya terma jamoasi a'zosi va Barselona jamoasining hujumchisi hisoblangan Antoine Griezmann endi hozir nafaqada 3 ta qizi bor. Nechun buni aytib turibman? Qiziq joyi shundaki, 3 ta qiz ham bir sanada tug'ilgan. 8-aprel sanasida. Ekonom. Biror narsani eslab qolishga qiynalsangiz, sizlar ko'rgansizlar bu usulni. Nechun aynan she'rni ishlatib ko'zni yumib yodlaymiz? Ya'niki, biz ko'zni yumib takrorlaganimizda miyamizni qabul qilishi, fokusi 2 barobar ko'payadi ekan. Uy bekalari uy ishlarini bajarish uchun shu uyning ichida vandan bana o'tib qaytib bir kunda 11 kilometr masofani bosib beradi ekanlar. Endi bu fakt juda ham qiziq, o'qib beraman. Rasmi bor. Sir Nils Olof Norvegiya qirollik gvardiyasining maskoti bo'lgan qirol pingvinidir. U polkovnik unvoniga ega. 2008-yilda u ritsar bo'lgan. Oddiy bir qarovul bo'lolmagan jo'ralarga yorib qo'ysangiz bo'ladi buni. Donald Trump bugungi kunda nafaqat prezident, balki u aktyor ham bo'lgan. Donald Trump shu kungacha 5 ta filmda, bitta serialda rol o'ynagan va bularni aytib o'taman. Uyda yolg'iz 2. Avval shu filmda Donald Trump bor. Bu film 1992-yilda surat olingan. Ulfat filmi 1996-yilda. Kichkina yaramaslar filmi. Buni siz ko'rgansiz. Namunali erkak filmi 2001-yilda. Ogohlantirib sevish filmi 2002-yilda. Beverly Hillslik shahzoda bu kitob bor shuning. Shuni serialida o'ynagan ekan Donald Trump. Bugungi kunda hayotdan pashti kinoga aylantirib berdi. Dunyodagi eng kuchli ichimlik bu Spiritus. U 192 daraja kuchga ega, tarkibida 96% alkogol mavjud. 80% odamning telefonida shunchaki bir musiqasi borki, bu musiqani har safar o'tirib beradi, eshitmaydi, lekin hech qachon ular tatmaydi ekan. 80% odamning telefonida shunaqangi musiqa bor ekan. Balkim sizda ham. Kichkina demak, bizda bu ish barmoq aytsa bo'ladi. Xuddi shu barmoq bu qo'limizni 50% kuchini o'zida jamlaydi ekan. Xuddi shu barmoq. Bo'kib ovqatlanishning eng keng tarqalgan sabablari tug'ilgan kun va yangi yil dasturxonlari ekan. Agarda sizlarga bu faktlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasizlar. Like hech qachon yoddan chiqmasin. Unutmanglar do'stlar, biz sizlar bilan birgamiz. Hamisha sizlarga shunaqangi qiziqarli faktlarni yetirib berishda davom qilamiz. Menimcha birinchi soni siz uchun, biz uchun manfaatli bo'ldi. Salomat bo'ling.